Avtobusim meni kutgani keldi mana. Oldi bo'sh qolsin. Assalomu alaykum. Yangi avtobus. Ketdi ishga. Mana salkam 50 ming 60 ming dollarlik avtobus. Shu UzAvto Motors odamlarini beshkas betalofat manzillarimizga olib borib kelyapti. Allohga shukr. Hoji-akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bozorga mahallani oladi. To'ramchek molxona ko'chasini oladi. To'ramchek sentralni 4 ko'chasini oladi. Uzunchekni oladi. Gayida oldini oladi. Tepa bozorda oladi. Bitta go'rga solyapti xolos asosiy. Shu bilan avtobusimiz bitkun bo'ladi. İşte so'rab bo'ladi. Xolos asosiy yo'lga chiqdik mana. Polvon tosh kelyapti yana. Gayda oldini ham olamiz. Marro gayda oldi, xudo xolasa 4-chi yo 5-chi ostanovkamiz. Bu yerda ham odam simadan. Ko'payib ketdi bu yerda ham odam. Aka ana endi tepa bozor. Bu yerda ostanovka bor. 3 kishi 4 kishi bor. Peshobodda o'tkazib yuboramiz. UzAvto Motors ko'chasi. Svetofor rosa ko'payib ketdi, ama sakada. Dağlık işe geldik. Hoca rahmat kattakan. Yo'llaringiz hamisha bexatar olsun. Bizni sog'-salomat olib kelib qo'yganingizdan razı olsun. Charchamanglar. Xo'p bo'ladi.
Va nihoyat UzAvto Motors korxonamizga keldik. Barchaga sog'lik, salomatlik tilayman. Yo, nomeri yaxshi ekan lekin. Auksion. Assalomu alaykum sho'fir akalar. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Sizlarga ham berildimi yangi avtobus? Bitta berilyapti-kan, navbatdan. Hoji akamiz ham keldi. Mavlonboy kelyapsizmi? Ishchilar kelishni boshladi. Qator probka bo'lishni boshladi avtobuslar. Qayer mana? Uva keldi. Orqadan mana Chinobod ham keldi. Buni ham odamlar to'la. Xullas, ish faoliyatimizni endi boshlaymiz. 8 dan 8 gacha xudo xolasa 300 ta Cobalt chiqargani kelyapti inshaalloh. Sutchning 605 ta. Barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sho'fir akalarimizga Alloh rozi bo'lsin. Yana kelish boshladi ham.